Janoza. O'zbek xalqi og'ir judolikka uchradi. Afsuski, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xursanoy Umarova 86 yoshda vafot etdi. U Farg'ona viloyati teatrida ham Qo'qon shahar mustaqillik drama teatrida yarim asrdan ko'proq faoliyat yuritgan. Umarova teatr sohasini rivojlantirishda fidokorona xizmat qilib, jonkuyar hamda samimiy inson sifatida barchamizning qalbimizda mangu yashaydi deyilgan Madaniyat vazirligi xabarida. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.